ustozlar, hammalarni ko'rganimdan xursandman. Shubahona rosti ham shunaqa o'zi yig'ilishlarni ham tez qilib tursa yaxshi bo'lar ekan, ko'ramiz ekan bir-birimizni. Ayniqsa faxriylikka chiqqandan keyin bir-biri bilan ko'rish qiyinroqda. Gazeta, televideniyalar haqida yaxshi gaplar bo'lmayotgan bo'lsa ham, lekin jonli haligi nima yurakdan gaplar bo'lyapti, bundan xursandmiz. Lekin men bitta yaxshi taklifni aytmoqchi edim. Buni ham anchadan beri yuragimga tugib yurar edim. Shunaqa imkoniyat bo'lganda aytaman deb. Kimgadir taqlid, kimgadir nima qilish emas, balki havas. Farg'onada mana Muhammadjon akani hamma biladi. Farg'onada faxriy jurnalistlarni bitta gruppa qilib umra safariga olib bordi. Bu kishini bu ishidan ruhlanib boshqa viloyatlar ham qilishdi, lekin ular gruppa emas, balki 2 tadan 3 tadan o'sha umra safariga imtiyozli puli to'langan holda olib borishni tashkil qilishyapti, eshitib turamiz. Meni o'shanda yo'q nimamda chiqqan yuragimga nima bo'lgan narsa bor edi, shu yaxshi bo'lar. Anjom mana hamma narsadan birinchi, hamma narsada yetakchi. Buni tan olamiz. Bu bizda kamchilik bo'lgan bilan Anjom baribir birinchi. Va har sohada birinchi bo'layotganda mana shu borida ham. Mana yosh ulug' jurnalistlarimiz, mana hozir shu kishini men eshitmagandim, hozir eshityapman, sharoiti demak qiyin. Bizda jurnalistlar boy bo'lish qiyinda, qalam haqqi bilan boyib ketmagan hech kim. Topganimizni ro'zg'orimizga, bola chaqamiz baqishga yetadi alhamdulillah. Lekin o'sha umra safarlariga yig'ishga, kattaroq mashina olishga bizda baribir jicha imkoniyatimiz cheklanib qoladi. Shu ma'noda hozir faxriylikda o'tirib, umrani niyat qilyapti-yu, borolmayapti. Bola chaqasi bo'lgan bilan, o'g'li bo'lgan bilan, o'g'li ro'zg'orini zo'rg'a eplayaptilarni. Mana ro'yxatini baribir bilamiz. Mahburoxon bilan yaqinda ham 3-4 ta xonadonlarga yo'qlovga bordik. O'shanda ham ko'rdimda sharoitlarni, o'sha yo'qlagani borgan otaxon, onaxonlar uylarini ko'rib chiqib, voy deb chiqdim. U bechoralar duo qilyapti, bitta olib borgan sovg'amizga xursand. Sovg'amiz arzimas sovg'a, lekin shunga ham xursand bo'lyapti. Yaxshi bo'lar edi agarki faxriylarimizdan bizda ham jurnalistlar deb imminni bitta gruppaga umra safariga, bu bilaman men viloyat hokimini ham qo'ldan keladi, viloyatimizni iqtisodiy tomondan ham qo'lidan keladi, faqat bunga haligi ruxsat bo'lib nima qilsa bo'l deydi, yaxshi bo'ladi. Siz tushundim. Men mana 100 tadan oshiq tur firma turlarining qilib qo'limda bor, xudo xolasa. Hozir endi issiq, kuzga borib ro'yxat qilib berasizlar, 10 tasini men jo'natib beraman. Voy, aynan rahmat. Yaxshi bo'ladi, faxriylarimiz borib kelsa. Bular to'g'ri ham aytib yurmayman, men o'zim jo'natib beraman. 20 tasini shuni. Bor, 10 ta. Ayollarimiz bor, erkaklarimiz bor, yaxshi bo'lar, borsa xursand bo'lamiz. Hech qanaqa masala. Endi uni kengashi o'zingizlar bitta katta-kattalardan boshlab, endi bu bilan to'xtab qolmaymiz. Bog'orga chiqib yana 10 ta chiqarib jo'natib qilamiz uni. Men hozir masalan va'da berolmay, uyga beraman deb va'da berolmay, lekin bu narsa qo'limdan keladi. Unga jo'natib bunaqa ishlar qilish qo'limizdan keladi. Qilamiz. Bunaqa hech qanaqa masala yo'q. Endi bu hali bitta narsa, hurmatli ustozlar. Hani birinchi endi uchrash, birinchi gaplashishimiz, hali xudo xolasa har oyda bitta o'tirish qilib olamiz, shunaqa bir davra suhbati, qanchada bir bitta shunaqa davra suhbati qilib, masalan bu safar hozir shuncha aytilgan muammoni hech bo'lmaganda 20% dan yechib ketsak ham har ko'rishganimiz. Ancha masalamiz masalan yechilib qoladi. Hammasi 100% yecha olmaymiz-ku. Yechilmaydi hammasi-yu, lekin boring, rosa harakat qilib 50% yechaveramiz. Shunaqa bo'lib, xudo xolasa keyingi safarga saqlaymiz ekanda biz. Yo'q, keyingi safarga yana baribir yangi nimalar tug'iladi, takliflar, anaqalar. Endi faqat dard emas, takliflar, yangi loyihalar, nimalardir qilish shunaqa narsalar. O'tirib gapirishgan bo'lsa bemalol